Demak, qiziqlar, spushni koftangizni qanaqa bichgansiz deb ko'p so'rabsizlar. O'shaning uchun men sizlarga numerovkalar bilan jo'natdim. Demak, qaranglar, bo'yimga 7 sm yonga yurdim, 8 sm pastga tushib, oldin girlavina qilib oldim. Xo'p, 30 sm yurdim, pastga 7 sm tushdim. Qiyalikni oldim. 20 sm tak qaranglar. Mana shu qo'ltiqdan taxminan 5 sm tushasizlar-da. Mana 28 sm tushib turib, kengaytirish ozgina berdim 32 sm. Xuddi shuni olasizlar, orqasiga ko'chirasizlar. Davom etamiz. Bizda mana bu yoqqa ulanadigan, ya'ni yengimizni past tomoni bor. Demak, men 40 sm oldim. Balandligi 37 sm bo'ldi. Mana bu kengligi o'zingizni xohishingiz, ya'ni burmaga qancha tergis kelayotgan bo'lsa, o'shancha. Xo'p, mana bu pastidan esa biz 12 sm planka qildik. 50 sm bu koftamizning past qismiga, 21 sm bu bilagimizga. Mana qiziqlar, 1 metrga joylashtirish. Mana bu yerdan ortib qolgan qismidan ochib olasizlar-da, kasoy обработка kesib olasizlar, bo'ynini обработка qilish uchun. 1 2 3 qilib bemalol bichib olishingiz mumkin. Xo'p, endi tikishni boshlaymiz. Men tikishni ketma-ketligini sizlarga tushuntirib beraman. Demak, orqamizda chokli bo'lgani uchun faqat hozir biz nima qilamiz? Yelkasini ulab olamiz. Mana oldiga orqani qo'yib turib, yelkasini ulab olamiz. So'ng bizani mana bu shuni yengimizni burmali yengi bor, ya'ni davomi bor. Shuni ulab olamiz. Keyin yon atrofi, ya'ni mana bokovoy deyiladi. Mana shu bokovoyni общий ulagan holatda tikamiz-da. Undan keyin tegi va yengini manjetiga manjet ulaymiz. Ya'ni yakuniy qismi shundan iborat bo'ladi. Qani ketdik. Mana yelkasini tikib oldik. Overlock qilib dazmol qilib oldik. Обязательно tasadduni ko'tarib, dazmol bitta choq qilishingiz shart overlock bilan. Ko'p hollarda mana shu chevarlarimiz shunga ahamiyat berishmaydi. Ana endi spushni yengiga pastki bilak qismidagi yengni ulaymiz. Mana ulab bo'ldik. Overlock qilib dazmol ham qilib oldik. Ana endi bokovoy chastlarini ulaymiz. Ya'ni mana bu yengimizning pastidan, mana ko'rinishi yengimizning pastidan bundoq qilib ulab kelamiz. Demak, qaranglar qiziqlar, anaqasini bokovoylarni tikib olganimizdan keyin, manjetini ikkiga buklab mana bunaqa bu yog'i ham choksiz qilib manjetimizni 2 buklab tikib olamiz. So'ng manjetimizni kengligiga qarab turib burmamiz, ya'ni yengimizni burmasini terib olamiz. Mana endi manjet lapkaga qarab turadi, asosiy ko'yning esa sizga qarab turadi. Mana shu burmani chokidan chok berib ulaymiz. Burmani chokidan u yoqqa ham bu yoqqa ham chiqib ketmasanglar, mana sizlarniki burmangiz juda ham chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana qiziqlar, bir tekisda burmamiz tayyor bo'ldi. Buni orqasini shuni overlock qilib qo'yamiz. Men hozir bunday ahvolda overlock qilamiz. Orqasi, demak, biz orqasini boshiga siqqanga qadar, ya'ni men taxminan 5 sm ochiq qoldirdim. Undan u yog'ini tikib tashladim. Xo'p, etagiga nima qilamiz? Xuddi yengi singari, mana xuddi yeng singari tagiga shuni burma teramiz ozgina va manjetimizni, mana bu etak qismidagi manjetini xuddi yengiga qanaqa ulagan bo'lsak, xuddi shunaqa qilib ulaymiz. Oxirgi shtriximiz bu bizning garlavina bo'ladi. Ya'ni kasoy обработка bilan обработка qilamiz. Shu bilan qarabsizlarki, koftamiz tayyor. Mana manjetini ham tikib bo'ldik, etak qismiga, manjetini tikib bo'ldik, yeng qismiga, overlocklar qilib bo'ldik. Bu yoni ham. Ana endi oxirgi bizning qiladigan ishimiz bu bizda garlavina qoldi. Demak, biz mana bunaqa 3 sm lik anaqamiz bor. Ko'rasizlar, 4 qavatga buklaymiz. Va tikib ketamiz. Xo'p, mana o'zimda qaytarib olsangiz, o'z kirib oladi. Xohlasangiz dazmol qilsangiz ham bo'laveradi. Ko'rinmoqda, menimcha. Hozir yana ko'rsataman. Xo'p, demak, qaranglar, orqa yelka chizig'idan o'tamiz mana. Mana endi shu yerda bitta sekret bor. Mana kasoy обработкamizni cho'zamiz. Bo'yin o'yindimizni, ya'ni oldi bo'yin o'yindimizni ozgina pasatka beramiz. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa qilib tikib ketamiz. Mana oxiriga ham yetib kelyapmiz. Oxiriga yetib kelganimizda mana bu yerdan qaytarib olamiz.
boshidagisini qayiltirmagandik e'tibor bergan bo'lsanglar, bunisini qayiltiramiz. Zakretga beramiz-da, yana bir taxminan 4 sm-cha tikib ketamiz. Buning uchun bizga kerak. Bu bizga bunday qilib воздушный petля uchun kerak. Mana bunday qilib, ko'rdinglar? Воздушный petля qilib qo'yamiz. Birato'la o'sha anaqasini tikayotganimizda mana bu orqa virizini qoldirib ketgandik-ku. Orqa bo'yin o'yindimizga o'sha yerda обработкасini qilib ketamiz. Qaranglar, mana bu tilkini qoldirmagandik, ya'ni qayiltirmagandik, birato'la mana hozir qayiltirib olamiz. Inshaalloh bo'ldi. Qarabsizlarki, yarim soatda bizning koftamiz 1 metrdan chiqqan koftamiz tayyor bo'ldilar. Mana bu yerga xohlasanglar tumachani bu yoq tarafiga yoki bo'lmasam bu yoq tarafiga qilib qo'yishingiz mumkin. Demak, qizijonlar, mana bizning yarim soatda bitgan 1 metrdan chiqqan koftamiz. Yengiga keladigan bo'lsa, yengini prosta rezinkada qildim. Xohlasangiz olib tashlaysiz, xohlasangiz manjetda orasiga prosta kiyib olasiz. Va tamom.